Assalomu alaykum, Shahrixon Akfa obunachilari. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Alubesda seriya oyna qilib, chiroyli qilib ish qilib berganmiz. Aksessuarlari polni Akfa bo'lgan. Zazorlariga ahamiyat berasizlar, xudo xolasa. Oyna lob bo'lib turadi. Ichkaridan lekin nur o'tkazadi. Bu yerda qilingan ishlar. Ikkita deraza, bitta eshik bo'lgan. Shular ham shu yerda komfortniysdan, xudo xolasa. Aytek bo'lgan uslubda. Taylar alkofon eshik. Bu yerda eshik. Açılışlarga ahamiyat berasizlar, xudo xolasa. Video yetkazib beryaptimi yo'q, xudo xolasa. Nihoyatda go'zal holatda ishlar. Choklari ham, ishtozli sifati ham turishi. Kimga shunday sifatlar hozir qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.